Manfaatlar to'qnashuvi nima? Sovg'alar berish va qabul qilish va biznes mehmondo'stlik tadbirlari tashkil etish va ishtirok etish, vakillik xarajatlarini amalga oshirish bo'yicha siyosati jamiyat xodimining O'zbekiston Respublikasidan chet ellarga xizmat safari chog'ida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi hududida o'tkazilgan xalqaro va boshqa rasmiy tadbirlarda sovg'alar va biznes mehmondo'stlik belgilarini qabul qilishga ruxsat beriladi. Bunday hollarda sovg'a yoki mehmondo'stlik belgilari quyidagi talablarga javob berishi kerak. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlari, jamiyat ichki hujjatlari hamda ushbu siyosat talablariga muvofiq bo'lishi. Sovg'a yoki mehmondo'stlik belgilari qiymati O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravardan oshmasligi. Sovg'a yoki mehmondo'stlik belgisi uni taqdim qiluvchi tomonidan aniq bir xalqaro va boshqa rasmiy tadbirlar munosabati bilan ixtiyoriy ravishda taqdim etilgan bo'lishi. Jamiyat obro'siga putur yetkazmasligi. Manfaatlar to'qnashuvi yoki korrupsiyaviy xavf-xatarlarni kelib chiqishiga sabab bo'lmasligi, xususan jamiyat xodimining ish faoliyatida xolis qaror qabul qilishga ta'sir ko'rsatadigan majburiyatlarni yuzaga keltirmasligi. Jamiyat barcha xodimlar tomonidan rasmiy delegatsiyalar tarkibida rasmiy tadbirlarda, jumladan xorijda olingan sovg'a va mehmondo'stlik belgilari yuqoridagi talablardan birontasiga nomuvofiq bo'lsa, har qanday sovg'alar va summasidan qat'iy nazar jamiyat mulkiga o'rnatilgan tartibda o'tkaziladi. Bundan jamiyat xodimi tomonidan alohida xizmatlar uchun davlat organlarining tegishli qarori asosida olingan sovg'alari, shuningdek, musobaqalar va tanlovlarda erishgan yutuqlari, davlat bayramlari, nishonlanadigan sanalar hamda boshqa rasmiy tadbirlar munosabati bilan mukofotlash natijasida olingan sovg'alar mustasno. Sovg'alar berish va qabul qilish, biznes mehmondo'stlik tadbirlarini tashkil etish va ishtirok etish, vakillik xarajatlarini amalga oshirish bo'yicha shubha tug'ilgan har qanday hollarda jamiyat xodimlari compliance xizmatiga maslahat so'rab murojaat qilishlari lozim. Shunday hollarga duch keldingizmi? Unda 1707 90 kodi bilan 998 67 20 70 kodi bilan 214 19 17 yoki compliance_o'zbekstil.uz umuka _antikorobot. O'zmedkamera taksodorlik jamiyati ishonch liniyasi aloqa kanallari orqali compliance xizmatiga xabar bering.